Turmushga chiqmagan qizlarda nega ko'krak bezlaridan sut keladi? Shuni siz bilasizmi? Bu kasallik hisoblanadi. Buning asosiy sababi uyquning buzilishi, bosh miyada olingan travmalar yoki stressli depressiyalar, ortiqcha tana vaznining ortib ketishi, uyqusizlik hammasi prolaktin gormonining oshishiga sabab bo'ladi. Prolaktin gormoni esa bosh miyadan gipofizning oldingi bezni ajrala boshlaydi. Sizni qizingiz jizzakilik, asabiylik, yig'loqlik, odammovi bo'lib qoladi va eng asosiysi hayot siklining buzilishi, tartibsiz kelishi, uzoq vaqt kelishi, 45 kun, 50 kunlab kelmasligiga shikoyat qiladi va asosan ularda tana tuzilishining o'zgarishi, qorin sohasida, bel sohasida semirib ketishi, erkaklarning erkak tuklarining ko'payishiga olib keladi. Eng asosiy asorati esa uning kelajakda ona bo'lishiga salbiy ta'sir qiladi. Shuning uchun aziz ayollar, agar shunday shikoyatlar bo'lsa, yuqorida aytib o'tilgan albatta ginekolog ko'rikka kelishingiz shart.